Bizga kelib tushayotgan ko'p savollarga asosan firmadan pullar qanaqa yechsa bo'ladi. Firmadan pul yechishda aslo Abnal korxonalari bilan ishlamaydi. Firmadan yechishi 3 ta asosiy yo'lni ko'rsataman. Birinchi usuli oylik ish haqi sifatida pul olinishi. Bu 24% xarajat qilinishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi usul dividend tarzida pul yechish mumkin. Bunda 5% dividend solig'i hisoblanadi. Bunda birlamchi hujjatlar mavjud bo'lmasa yoki taqsimlanmagan foyda mavjud bo'lmasa, soliq organlari ushbu dividend summasini moddiy naf tarzidagi daromad sifatida qarab, 5% emas, 12% miqdorida soliq hisoblanishiga asos bo'ladi. Uchinchi usuli bu qarz shartnomasi asosida pul olinishi. Qarz shartnomasini ham o'ziga yarasha riski bor. Agar qarz shartnomasi olganda korxona hujjatlarni rasmiylashtirmasa yoki tekshiruv vaqtida shartnoma muddatlari tugab ketgan bo'lsa, ushbu summalar jismoniy shaxslardan olingan daromad sifatida qaralib, 12% miqdorida soliq hisoblanishiga sabab bo'ladi. Agar sizda soliq qonunchiligi bo'yicha savollaringiz bo'lsa va buxgalteriya bo'yicha qanaqadir maslahatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.